Mujiki, mana videoni ko'ringlar-da. Акгольд у меня отдельный разговор. Во-первых, мы у вас были в гостях после конкурентного поединка, судьи посчитали нас победителями, и местные ребята закидали нас бутылками. Если вы таких людей... Sen gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi saperniksan, yaxshi sportsmensan. Gap bo'lishi mumkin emas. Kuchli bayissan. Bu hayotga, bu ringga, bu narsaga bitta o'zar hal qiladi. Bitta o'zar hal qiladi. Gap bo'lishi mumkin. Men sen uvojat qilaman boylaringni. Dastoyni, Nenastoyni haqida mamlaqa gapga kelayotgan bo'lsa, u ringga, u musobaqani o'zing yaxshi sportsmen bo'lsang, sen musobaqani ko'rayotgan ko'zing bo'lsa, o'sha yoqqa yaqin turgansan. Men borganim yo'q aytlagonga. Sen o'zing o'sha boyni ko'rgansan. O'zbek mazasini qochirib tayladi. Mazasini qochirib tayladi. Bitta og'izda tuflamagani qoldi. Shu o'g'ayningni. Zo'r urdi. O'zbekiston xalqi poddeshkani yaxshi ko'radi. Nohaqligiga O'zbekiston xalqi chidolmaydi, nohaqligiga. Chista nohaqlik bo'lyapti. O 2 raund yana urushaman deyapti. O'sha bola yana 2 raund urushaman deyapti. Sen o'zing dastoyli bo'lsayding, gap bo'lishi mumkin emas, o'sha bola yutdi deyishing kerak. Sen 2 o'yin urushib qo'yaman, xohlasang, yo'q, men sen bilan urushmayman. Sen oldin bizani akamiz bilan urishib ol. Tushunabsanmi? Sen oldin akamiz bilan urishib ol. Sen bilan любой joy gaplashib olaveramiz, xohlasang. Tushunabsan? Sportda interes bo'ladimi? Ne interesni bo'ladimi? Men qo'rqmayman, gap bo'lishi mumkin emas. Sen oldin bizani akalarimizla gaplashib ol, keyin ukalarga kelasan. Tushunabsanmi? Lekin sen dastoyni haqida gapirma. U ekka ne interesni, ekka boki nohaqlik bo'ldi. Nohaqligiga o'zbek xalqi chidab bo'lmaydi. Amir Temurning o'g'lonlari nohaqligiga chidolmaydi. Chista nohaqlik bo'ldi. Sen shu narsani bil. Agar sen chista sportni interes, sen sportni yaxshi ko'rsang, sportni bilsang, sen kim yutganini sen o'zing aytarding.